degan narsa bormi? Qishda boshimizni yuvardik. Yozda-chi? Yozda 2 barobar yuvasiz. Gigiyena ishlatardik qishda. Yozda-chi? Yozda issiq, gigiyena 2 barobar ko'p ketadi. Qishda uylarni tozalar edik. Yozchi? Hamma generalniy uborka qilish bilan band. Yoz mavsumi oq narsalar ko'p kiyamiz. Ya'ni kir yuvishda ham biz 2 barobar ko'p yuvamiz yozda. Yana yoz faslida insonlar sayohatlarga chiqadi. Suv bor joylarga, quyosh bor joylarga. Kompaniyamiz ajoyib mahsulotlar, ya'ni quyoshdan himoya qiluvchi naborlarimizni taklif qilmoqda. Yoz mavsumida bu naborlar hit prodajga aylanadi. Faberlik 4 ta faslda ham zo'r sezonli ish hisoblanadi. Chunki har bitta faslda hamma narsasini ishlatamiz va undan tashqari hozir sog'lig'imizga ham ahamiyat beramiz. Fikrlaringizni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, sizda har katalog zo'r tovar-oborot va yaxshi natijalar bo'ladi.